Assalomu alaykum. Biz hozir Andijon viloyat Marhamat tumanidagi Yo'lamatol MFIdagi 403 kontrdamiz. Bu kontr aksiyadorlik tijorat xalq banki Marhamat BXMga biriktirilgan bo'lib, bu kontr maydoni 10 gektarni tashkil qiladi. Mana ko'rib turganlaringdek, bu yog'i shunday 10 gektar maydonni o'z ichiga qamrab oladi. Bu 10 gektar maydonda bir kontr bir mahsulot ekan, mosh ekini ekilgan bo'lib, bu moshga porloq maqsad tomorqa xizmati MTZ agregati korxonasi biriktirilgan. Bu yerda 38 ta dehqon xo'jalikdan biriktirilgan, berilgan 38 ta dehqon xo'jalik. Mana ko'rib turganlaringdek, bu maydon 10 gektar tashkil qiladi. Hozirgi holatda, moshni holati mana ko'rib turganlaringdek suv qo'yilgan holatda turibdi. Suv qo'yish jarayonlari hali oxiriga yetmagan. Mana bu yoqlarga bo'tgacha yetib kelgan. Bu to'liq suv ekilib qo'yilib bo'lgandan keyin tomondan chiqyapti. To'liq suv ichilib bo'lingandan keyin bu moshga keyin o'g'itlarni yetkazib berishni planlashtirganmiz. Mana ko'rib turganlaringdek 10 gektar joyni o'z ichiga oladi. Ya bu shaqacha 10 gektar joy. Mana moshning holatlari ko'rishlaring mumkin. Mana ko'rib turgandek, moshning holati yaxshi. Birinchi hosilini shu yaqin kunlarda olib, ikkinchi hosilga ham mana tayyorgarligimizni ko'ramiz. Bir oy yaqda olib, ikkinchi hosilda harakatni qilamiz. E'tiborlaring uchun katta rahmat.